Assalomu alaykum, hurmatli Suzak News kanalının ko'ruvchilari. Bugun 16 avgustga qarata aqcha almashtiruv ballari bilan tanishib o'tamiz. Bugun pagoda sonun. Like'dan bosib qo'yingizlar, jana bizga qatalganini unutmangiz. Pagoda shunday bo'lganda sababli bilmem, rublda tushib ketibdir. Bakay Bank $83, rubl 1.29. Rublda pagodanın da ma'noyi birday ekan. Bank Aziya bu. Doskırada Bank $81,5, rubl 1.29. Eko Islamic Bank $81,20, rubl 1.28. Finka Bank $83, rubl 1.28. Tuzak valyuta aqcha almashtiruv ballari $84, rubl 1.29. Kompaniyon bilan kapital aqcha almashtiruv ballari bilan tanishib olingizlar. Kırgızistan Bank'ta $81,20, rubl 1.30. Baytuşun Banka $82,5, rubl 1.29. Sizler menen Suzak News kanalı boldu. Barыңыздарга assalomu alaykum.